yaxshilab chizing. Aka nimaga chizyapsiz? Aka, nimaga chizyapsiz degan savolni biz tushunishimiz mumkin, lekin bizani uchta bolamiz tushunmaydi-da. Biz bachalarimizga moslab mebellarni olamiz. Yaxshilab chizing. Agar ana shu ketsa keyin olamiz. Ha, hozir chizib ko'raylik, ketsa olamiz, ha, mana. Qani o'chiring. Ketdi. Ana, ketdi. Ketdi. Bo'ldi. Olamiz, aka, nech pul? Ana shu ko'rib turgan naborlar hammasi 12 million 100. Bo'ldi, aka, o'rab soling, biz olamiz. Divan ko'raylik. Unda dash sinab ko'ring-chi. Ha. Gap yo'q. Hech narsa qilmadi aka. Hech narsa qilmadi aka. Aka nimaga kalla urdingiz? Ha, endi bizdan 3 ta yosh bola o'ynab, yugurib kelib, yiqilib, paq etib kallasini urib olsa, kallasi atrasini olmasin, og'rimasin deb sinab ko'rdim-da. Yumshoq ekan, gap yo'q. Gap yo'q. Olamiz aka, buni ham olamiz. Aka, siz istiqbol ideal mebeldan olyapsiz. Bizda hamma mahsulotlarimiz jahon standartiga javob beradi. Yumshoq, sifatli. Sakrang, qattiqroq sakrang, ha. Bir yumalayman. Yumalaymi? Ha. Mana, voh! Bo'ldi xotin, sinovdan o'tdi. 3 ta baland chiqib sakrasa ham sinmaydi bu spalni. Zo'r. Aka, bizani mebellar ustiga butun urug' aymoqlaringizni bolalari kelib sakrasa ham sinmaydi, sifatli. Berasiz? Ha, shiraman, mana. Bu stol tagida nima qilib yotibsiz? Ha, bolachalarimiz xuliganlik qilib stol tagiga kirib ketaveradi-ku. O'sha payt daq etib bosh tegadimi yo'qmi, shuni bilmoqchi edim, lekin baland ekan, boshiga so'z tegmaydi. Mixchalari bormi, chiqmaganmisimi yo'q, mixcha, anaqa rekachalar vobshe chiqmagan. Cho'tka ekan, olamiz shundan. Aka, bizda sifat muhim. Aka, siz mebellarni chiqarib turing, biz yuk mashina chaqiramiz. Aka, nima qilasiz? O'g'ri bo'lib mashina chaqirib, bizda Toshkent shahar bo'yicha dastavkamiz mutlaqo tekinchi. Aka, manzilni eslatib o'taman. Qo'yliq 5-massiv istiqbol ideal mebelda 1000 dan ortiq turdagi mebellarimiz bor aka. Bemalol farzandlarni to'yiga ham kelib mana shu yerda mebel xaridsangiz bo'ladi aka. Hey, brat! Biz piramidalarga, Eiffel minoralariga mebel qilib beryapmiz hozir kunda. Gap yo'q, aka. Salomat bo'ling. Xarid uchun rahmat.